investor yoki akselerator yoki umuman mana shu startap garaj faoliyati nuqtai nazaridan nima qiyinchilik? Men o'zim o'ylaganman, masalan, bizda startap garajda bitta narsamiz bor. Biz nima qilamiz? Talantlarga imkoniyat beramiz. Imkon fondimizda ham xuddi shunaqa. Talantlarga imkoniyat beramiz. Qancha hozir kapitali? 5 million fondimiz. 5 million dollar. Birinchi investitsiyalarni qilish boshladik. Mana ikkita startapga berdik, yana 5-6 tasi bor pipeline'imizda. U yerda deylik imkon beramiz. Startap garaj ham xuddi shunaqa. Nima imkon berasizlar desa agar, 5 yil, 6 yil oldin menda yo'q narsalarni hozir founderlarga beryapman. Qisqa muddat ichida. Bu nima? Imkoniyat. Ya'ni investor olishga imkoniyat, startap olamiga kirishga imkoniyat va uni qarashlarini, fikrlarini o'zgartirishga bo'lgan imkoniyat. Eng muhim narsa bu founder mindset deydigan bo'lsak, o'sha imkoniyatni biz garaj orqali beryapmiz. Ko'p narsa va'da qilmaymiz. Biz senga borib falon narsalar qilamiz demaymiz. Biz beradigan narsamiz bitta. Biz senga imkoniyat beramiz. Imkoniyatlar nima bo'lishi mumkin? Sarmoya bo'lishi mumkin. Imkoniyatlar nima bo'lishi mumkin? Seni fikrlashing bo'lishi mumkin. Seni fikrlashing o'zgarishi, seni keyingi etapda masalan, burilish nuqtasi bo'lishi mumkin. Keyingi etapida katta kompaniya qurib yuborish mumkin. Bu narsalar biz praktikada o'tgan.